Kunda alqat təmləb içishning paylıq tərəflərini biləmsiz? Alqatning təbiəti bolsa, mötədil issiqqa mayil, jigar və börekə təsir qilishchanligi yuqori. Alqat tərkibidagi vitamin C şaptolnikidan 6 hassa, nashpitnikidan 28 hassa, almanikidan 40 necha hassa. Hatto vitamin C eng yuqori bo'lgan shoxolidimi 3 hassa atrofida yuqori. Alqatni doim iste'mol qilib berganda bütün organizmga vitamin C to'liqlanib, jigar iqtidori yaxshilanib, yangi hujayralarning shakllanishini ilgari surib, qon besimini normallashtirdi. Yashangan va teni ojiz kishilarning immunitet kuchini oshirib, salomatligini asliga keltirdi. Uningdan boshqa umrini uzartib, qerishni ko'chiktirish roli bor. Alqatning ko'rinarlik bo'lgan 10 xil unumi bo'lsa, birinchi ko'z asrash, ikkinchi jigarni asrash, uchinchi börekni quvvatlash, to'rtinchi radiatsiyaning oldini olish, 5. charchashning oldini olish, 6. husn go'zallashtirib qerishning oldini olish, 7. uyqu sifatini yaxshilash, 8. uch yuqorini kontrol qilish, 9. mastlikni yeshish, 10. rakka qarshi turish. Bilib oldingizmi?抖音